Hammaga salom. Ko'p kundan beri video qo'ymagandirman, bilmadim, lekin sizlar uchun yangi video bugun bo'ladi. Va bu mana shu tuzoqlardan o'tishim kerak. Labirint, parkur va jang. Xullas sizlarga ko'p gapirmasdan videoni boshlaymiz. Endi esa birinchi bo'lib labirintdan o'tamiz. Bu labirint juda ham chalkash bo'lyapti, lekin to'g'risini aytsam, yopiq. Bu nima bo'ldi? Kalta qoldi. Lever. Ularga IQ-dan foydalanib o'zim men dahshat narsa qilib ko'rsataman sizlarga. Mana. Ularga IQ. Ana labirint bo'yicha shunaqa IQ bo'lsa bo'ldi. Mana shu yerda yuramiz. Okey. Vo, eshik. Kaltlar ochamiz, to'xtaydi. Ularga menga nima kerak bu? Men просто unda oddiy ham o'tsam bo'ladi. Men birinchi labirintda o'tdim o'sha. Easy o'tibdi-ku bu. Mana okey. Bilmay qoldim. Necha blok o'ynashda balanadi? Ikkita blok. Voy, bir necha blok? Ikkita blok, uchta blok. Fuka, o'blanishlar ko'rasizlarmi? Bu nima? Просто kichkinachasiga sakrab qo'y. Okey. Bu nima endi? Men o'yin qilasizlarmi? Mana unisiga ham sakrab olaman-ku. Qadamni o kichkinachasini qo'ygan. Men kichkinachasi ham kerak emas, kerak bo'lsa, mana bunisiga sakrab beraman. Bu yosh bolalarning parkuri ekan-ku. Obunachilar yosh bolalarning parkuri menga kerak emas demoqchi edim, ha mayli. Bitta slaymchadan o'tolmay qoldim. Men shunaqa qilib o'taman, sizlar bilmaysizlar. Chunki men shuncha qiynalib o'tganimda boshqadan ham o'tayman. Qiynalganim yo'q-ku o'blanchilar. Menimcha bu 5-4-3 ga kirgan bolalar parkuri. 5-4 yo'q. To'g'ri aytsam, 5-4 3 ga kirgan bolalarning parkuri bu. Foydali. Keraksa mana shu qachon sakrab bera olaman. Mana desam ishonmaydi. Uchta bloklarni aylanmachasiga sakrashadi boshqacha. Fuka. O'blanchilar bilmay qoldim. O'blanchilar video. O'blanchilar xullas davom etamiz. Okey. Agar sizlar like va obuna bosib qo'yinglar. Uchta blok bu. Uncha sakramaysan. Oxirgi bolalar parkuri. Sen o'shamaslar 3 ga kirgan bolalar Minecraft o'ynashni uncha yaxshi tushunmaydi. Menimcha 4-5. To'g'rimi? To'g'ri. Mayli, shunaqa qilaverarni qilmasdan o'taman. Mayli. O'yin qilmasdan o'taman. Mana bunga sakrayman. Yo'q, mayli, o'yin qilaman bittagina. Mayli, bu safar lekin o'yin qilmaymiz. Okey. O'yin qildingmi? Qachon? Hozir voy bittasi sakrab ketding, o'yin qilding. Okey. Mana buni yomon ko'raman-da. Okey, o'xshadi. Necha bloksan? Yo'q, portal. Okey. Mana nima? Portal. Menga portaldek ko'rinyapti, lekin ana portal ekan. Okey. O'blanchilar o'tsalayman. Albatta kommentariyaga aytib qo'yinglar, qaysi biri sizlarga yoqdi. Parkur, labirint yoki esa sandiqchaga nima? Neydi? Xo'sh, mana davomi bo'lsa kerak, topdim davomi. Parkurning davomi Nezerda bo'lar ekan. Voy bu. Sal qoldi o'lishim. Impossible qilib mana bu praksisni beraman. Mana uni sindirib qo'yaydi. Har ehtimolga qarshi albatta. Okey, qiltalayman bilan. Okey. Sizlarga qaysi narsa yoqdi? Labirint yoki parkur yoki Nezerdagi parkur yoki esa Nezerdagi parkur yoki esa PvP, oxirida PvP bo'ladi. O'sha PvP yoqdimi sizlarga? O'shani kommentariyaga yozib qo'yinglar. Mana okey.
easy. Sen izinga qaytmayapsanmi? Yo'q. Ibi. It's easy ku. Ibi. It's easy. Mayli, menda shunaqa detalchalarim bor. Mayli. Buni iloji yo'qmi dedi. Iloji yo'qmi? Mesela iloji bor qilib beraman. Tepasini Ha, bo'ldi, tushundim. Mana bunday qilamiz. Oblashlar mana bu yoqqa sakraymiz. Impossible ekan oblashlar. Ana to'g'rilab qo'ydik. Okey. Men bilmayman. Okey, confirm. Mana biz ham o'z olimizga qaytdik. Ana endi video yo'q. Okey, sandiqda yaxshi narsalar bor ekan. Bularni menga kerak. Buni esa bunday qilamiz. Va bunday qilamiz-da, ichkariga kirib PvP qilamiz. Qani, paydo bo'ldi bay. Men kirka yo'q-ku, qanday sindiraman men? Mayli, qo'lda sindiraman. Voy, golden apple deymiz. Voy, men ushlamaman. PvP ham easy bo'lib ketmaydi, chunki menda diamond qilish bor. Voy, ancha ko'payib ketdinglar. Men qanday sindiraman? Mayli. Sindirishni oblashlar video PvP'ni davom ettiramiz va o'zimizning har doimgi narsalarimiz deymiz. Oltin olmani. Sindir. Qanisan? Spawner. Men seni sindiraman. Voy, men blazlardan qutuldim, lekin magma qillar hali ham bor. Mayli, biroz PvP ham qilaylik endi. Video bo'lmaydi-da bo'lsa. Yaxshi chiqmaydi. Voy, spawner. Okey. Ha, bo'ldi yaxshi. Endi spawn bo'lmayapti, ha bo'ldi. Katta spawn bo'ldi. Oblashlar devolda ichida o'tkazib yubordimmi? Voy! Golden apple. Okey. Ana yonib ketdinglar. Men kim yo'qyapti? Blaze, sen ham tirikmisan? Okey, endi sindiramiz. Amen, oblashlar yutdik. Endi esa sizlar bilan xayrlashaman demoqchi edim. Bu yerda ham PvP ketyapti-ku. Ha, bu yerda nima spawn bo'lmayapti desam, bular tashqarida spawn bo'layotgan ekan, oblashlar, tushundingmi? Tashqarida ham bichib PvP qilamiz. Jitcha qilamiz. PvP. Ana, okey, kattalashib ketmaylar, kichkina bo'linglar, sizlarni o'ldirib taylamayman. Ana, okey, sizlar o'lyapsizlar. Easy. Mazza qilasizlar, qayerda o'ldirilmayman, miydachalarni. Yana qilibsan. Bular hali spawn bo'lyaptimi? Miydachalar endi o'lasizlar. Bo'ldi. Qachon o'tding mana? Bo'ldi, ish bola yo'q. Ha, bo'ldi. Okey, endi videoni tugatamiz. Hamma xayr, sizlar bilan play bo'ldi. Keyingi videogacha ko'rishguncha hammaga xayr qilib qo'yman. Agar sizlar like va obuna bosmagan bo'lsanglar bosib qo'yinglar. Parkourda qaranglar uzunligini. Bu videoni ko'rdinglar, qanchalik qiziqarli va ajoyib bo'ldi. Endi hammaga xayr, sizlar bilan